yongan, kuyganni effektini berar ekan. Ana mana bu Nikolay g'ish bor-ku, o'sha qadimiy, aynan o'shani effektini berar ekan. Samarqand ko'p narsada oldin deganda, aka men bunaqa g'ishlarni, bunaqa butikini birinchi marta ko'rishim. Premium hech kimni yo'llarini taxlab tashlabsiz-da. Necha yil turib beradi? Uyingizni buzguncha bir xil fasadingizga shohona ko'rinish berib turadi. Umuman sifati ham, rangi ham o'zgarmaydi yillar davomida. Fasadlar ichida umuman na zamon, na makon tanlaydigan narsa bu g'ishli fasad hisoblanadi. Bir 1000 yil oldin qursangiz ham, 1000 yildan keyin ham xuddi o'sha modasi o'zgarmaydi. O'lmas fasad deyiladi o'sha narsada. O'z bu g'ishlardan qatlarni qurishyapti aka. Bu nima uchun bu? Yangi imorat qilayotgan Treventindan charchaganlar bor. Shu mana g'ishni olishyapti, chunki har ko'rib turganingizdek vidlari boshqa, chidamligi boshqa narsa dachalarga olyaptilar, fasad qismlariga, keyin yangi hovlilarga shunaqa qilib olishyapti. Bunaqa ko'p fasadni g'ishli assortiment do'kon boshqa bormi yana? Yo'q, men ko'rmaganman shaxsan. Yo'q, aka, hozircha shu. Ham Samarqandda. Samarqandda aka. Samarqandliklar oldinda. Bular nima? Fasadni klinkerni plitka hisoblanadi. Ko'pchilik uyni qurgandan keyin shunday shkaturka qilib qo'yishadi-yu. G'isht to'g'ri kelmasa, mana shunaqa klinker plitkalarni urib o'rishadi. Bular hammasi import Eron, Rossiya, Turkman, Polshadan keladigan mahsulotlar. Brick House profilini qoldiraman. O'tib, aka, agar siz uylar katta zdaniyalar qurayotgan bo'lsangiz, o'zligiga aloqa chiqib, xohlagan videongizdagi, rangingizdagi, teksturadagi g'ishlarni o'zligidan olsangiz bo'ladi. Nomerligini ham qoldiraman. Lokatsiya qayerda deyiladi? Aka, Samarqandda Ulug'bek eski zapchast bozorining yonginasiga. O'zlariga aloqa chiqarasizlar.